Tak, o'g'limda revmatizm aniqlandi. Mana qarang, shunday bozorga chiqingda, qora andis tomirini toping. Arzon вообще. Qora andis tomiri, kornya deviasila deyiladi. O'shani qaynatib ichiring, ichiga olov. Qarang, qurtini ham tushiradi, revmatizmni ham davolaydi. Tomoq, angina, pangina, yo'tal-po'tal o'shalarni ham davolaydi. Tushundingizmi? Aytganda qiling. Agarda shu deviasilni spirtga nastoyga qilib, oyoqlariga surting, yog' aralashtirib, bironta zaytun yog'i bilan aralashtirib, birdaniga uchib ketmaslik. Shuni qiling, baraka top, xo'p deng. Tushundingizmi? Sizga eng oson variantini aytayapman. Bir 15 mingga ana uni qora andisda tomirini olib kelsangiz, вообще zo'r. Yana bu ko'p narsa bor, yana krapiva bor. Krapiva ham davolaydi, damlab bersangiz. Tushundingizmi? Oson varianti. Undan keyin lavroviy list yog'ini chiqarib badanga, oyoq qo'liga surting deganman. Ya'ni lavroviy list, qalampir munchoq, o'shalarda. Bir dona chesnok, gramashka, hammasini bir 200 gram zaytun yog'iga solib, lekin zaytun yog'i ko'milib turish kerak boyagi solgan narsalar. O'shani solib turib, vodinoy banyaga yarim soat, 1 soat, 2 soat yaxshilab qaynatsangiz, suvli hammomda. O'shani yog'ini surting, ichiga olov. Bomba bo'ladi. Tushundingizmi? Hech narsa kerak emas. Yotqizmang hech joyiga. Kelishdingmi? Qora andis tomiri ko'zini chiqarib yuboradi. Spirtovoy nastoykasini yog'iga surtasiz yoki yog'ni surtasiz boyagi yog'. Xo'p deng.